Traktörün nerede? Like basaslar ya qaytarib olyapsizlar. Alo. Ha. Qancha jeringiz bor? 2 gektar. Bo'ldi, 1 gektar bo'lmaymi? Barabaramiz. Salafgan tayyorlang. Rosa jetamiz. Deysizlar analar. Qaraychi, assalomu alaykum ahli YouTube. Analar qandaysizlar? Zo'rsizlarmi? Salomatlik zo'rmi? Hammasi hazil. Analar traktor sotiladi ekan. 82 prostoy. Короче, nima istamaşlar? Traktor вообще qiynalmagan ekan. Jer aydan yo'qmanda, yana ikkita vagonda tartib, qarashni to'yma-to'y yurgan ekanda, motorni ko'rsating. Motor barcha joy chiqmaganda. Joy chiqmagan joydan jana traktor. Вообще bundan aytadi bu egasi aytadi kelganda deydi. Qarashni traktor kirganga deydi 14 yil bo'lgan deydi. Вообще deydi motor ochilmagan deydi, garantiya deydi. Masla pasla deydi. Na qaro traktor, ayollar. Hozir jer haydash sezoni boshlandi. Qo'ysazlar nasib qilsa polka levak durasizlar. Buning komplektida qaraysiz, bir traktor xali ekan. Lekin yo'qkan. Na если что, kombay qo'shsa, mana jaqlardan buni o'ynayapti. Qarasizlar. Arqa kombay qo'shiqchilari. Shunday traktor ekan ayollar. Komplektda ana shunday traktor. Qarash kelishga qo'shdik. Balonlarni qarasa, balonlari yangi qo'yibdi bayna. Dajimlari ham shu turti yangiligini bildirib, boshqa ikkita yangi. Buni alaslarda raso qilmaysizlar, bir plik bo'lsa plikni qo'shasizlar, to'g'ri haydab yurasizlar. Jermi. Kasilga qo'shasizlarmi? Shunday ekanda. Ichini bir ko'rsatdik. Ichi gidravlический ekan. Aylar qarash 9 ta ko'rsa bor ekan. Joydan jonadi ekan. Boshqa men traktorga unda yaxshi tushunmayman. Siz bu videoni ko'rgandan keyin tushunganlar o'zi tushunib oladi. Bu traktor ekan aynan. Aynalar traktorning narxi 85 ming deydi, yana normal muomalasi bor deydi. Hayır, biz qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Kamudisi bo'lsa yana mana egasining nomeridan urib so'raysizlar. 905 85 75 97 ga telefon qilib turib bemalol savdo qilib olasizlar aynalar. Traktor ko'rinishi toza. Yaxshi joy chiqarmaganda hamma taraflama yaxshi ekan. Nima deymiz? Tavsiya qilamiz yaxshi narsani pastani o'zimizning Guliston City podpisчикларga. Aynalar bu traktor Tashrobotda. Aynalar shu video bizni maksimal traktor olaman degan insonlar ajratib qo'yinglar. Nima deymiz? Yaxshi narsani sizlarga pastani tavsiya etamiz aynalar. Qarangchi, yana bir narsani aytib o'tayin. Ko'plarda like bosasizlar, yana qaytarib olyapsizlarmi? Bir qarayman 10 ta like bo'lsa, yana bir qarayman 7 taga tushib qoladi. Bunday bo'lmaydi-da yaxshi. Ba'zida hech narsa demaydi. Biz yomon narsani chiqaryapmiz aynalar. Xalqqa foydali, kerakli narsani chiqaryapmiz. Xalqning xizmatida kelganmiz, nasib qilsa bundan keyin shunday bo'ladi. Qo'ldan kelgancha, hozir yana bir qator qarashni haydab ko'rsatyapmiz-da, jana shu polностью sizlarga ko'rsatamiz. Jonlar zamon bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Zo'r.